Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun 11 sentyabr. Bugungi gaz ustanovkaga Jetour X70 Plus 1.6 GDI motor ustanovka olib qo'ygan edik. Mana hozir ish jarayonlari bilan qisqacha bo'lsa-da tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Mana miyamiz, miyani nimaga qo'yganmiz? Mana injektor 8 litr. Hamma narsasi original qilib, chiroq qilib qo'yib beryapmiz. Mana oldida hozir montaj ishlari ketyapti. 1.6 GDI. Xo'p, reduktorlarimiz ham mana Nordic reduktorlarimiz original. Mana injektorlari ham Dakota 2 ohmlik injektorlar original. Hamma narsasi Fagumit termoplast trubkalar, Fagumit shlankalar, polni hammasi original narsalar bilan bo'lyapti. Terma oldiga ham 6lik ham 8lik ham. Hozir mana injektorni ham yechib qo'yganmiz. Bu ham endi hozir joylarini teshib, buni ham hozir tayyorlab ko'rsatib qo'yamiz. Xudo xolasa video davomida xohlasa orqa bilan ham bir qator tanishtirib olib o'tib ko'rsataman. Mana hozir akamiz orqa zapaskalarni yechib mana to'g'rilayapti. Mana bunga qo'yadigan propan balonimiz 59 talik tabletka zapaskasini bunga qo'yib beramiz. Agar kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, doim aloqadamiz.